Assalomu alaykum Zero Scalp obunachilari, sizlar bilan Zero Scalp. Xo'p, o'tgan safarga YouTube'ga joylagan videomizda indikator joylagan edik, ya'ni sizlarga bepul taqdim etiladigan indikator. Xo'p, shu masalasida juda ko'p inson yozibdi. Diafragma uchlari uchun ishlaydi xolosmi yoki qanday ishlashini to'liqroq tushuntirib bering degan savollar juda ko'p murojaatlar bo'ldi. Biz shuni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu kichik diafragmalarda ham, boshqa diafragmalarda ham, katta diafragmalarda ham ishlatish mumkin ekanligini ko'rsatdim. O'tgan safargi xato va kamchiliklar va noqulayliklar uchun uzr so'rayman. Men media sohasida yangi sizlarga hozir shu indikatorimiz 5 minutlikda ishlashini ko'rsataman. Hop. Biroz indikatorimiz hozir internetdan o'tgan safargi ko'rgan bo'lsanglar video mana bu joylar X holatida edi. Mana hozirgi momentda galchka 2 daqiqa qoldi, mana bu ham galchka holatda edi. Ya'ni kuchli sotib olish mana har bitta diafragma uchun qaysi diafragmdagi bayligini bu indikatorimizda chiqadi. Hop, sizlarga to'liqroq ma'lumot beramiz. Bu indikatorimiz support resistance va juda ko'plab ichiga olgan holatda ishlaydi. Mana bu har bitta chiqadigan sell, buy o'zidan bitta oldingi kichkina diafragmadan zona olgan holatda ishlab beradi. Mana ko'rishinglar mumkin, bizda bozor kelyapti, ya'ni bundan oldingi bozor holatda shunaqa zonalarimiz bo'lgan, avtomatik o'chib ketadi ma'lum vaqt davomida. Va mana sizda zona paydo qilishni boshlaydi. Zonaga qaytib kirganda biz enter'ni boshlaymiz. Stop loss maksimumdan biroz yuqorida bo'ladi. Hop, ikkinchi zona ham paydo bo'ldi. Demak, bu kuchli zona hisoblanadi va yana qaytib kelib, bu zonaga urilgan holatda bozor oqib ketdi. Trend bo'ylab ketdi bozor. Va mana bu joydan buy. Nimaga maytdan buy bermagan degan savolga biroz yetmay qolgan, balkim bu broker har xil bo'lganligi tufaylidir. Brokerlarni yetib qo'yadi. Yana qaytib kelyapti. Bizda mana bu joyda zona to'g'ri pastroqda, mana kecha yangilikda oqib ketdi bozor. Mana shu zonada qo'shimcha dalivka sifatida mana bu joyga kelganda zona chiqdi. Zonadan yuqorida buzilib qaytib keldi va mana yana zonaga yuqoriga harakat qildi. Xo'p, mana bu joyda mana hozirgi mana live trade bozor. Xo'p, mana bu joydan hisoblaganimizda bizda 350 pips har bitta zonamiz bir qismdan hisoblangan 250. Xo'p, mana bu joydan kirib olganlar bo'lsa 500 pips ko'rishinglar mumkin. Pips. Hop, mana bu joyni ham ko'rishinglar mumkin. 280. Har bitta zonamiz ideal ishlab beradi. Albatta ishlar mumkin. Mana 1 minutlik diafragmda o'sha bozor mana galchka bo'ldi, ya'ni yuqoriga chiqyapti bozor. Trendni buyda deb razgomchilar uchun maslahat bermayman, mayli ishlatib ko'ringlar, lekin bu stabil ishlamoqchi bo'lgan insonlar uchun ideal ishlab beradi indikator. Buni hech qayerda O'zbekistonda menimcha topa olmaysizlar, balkim bor bo'lsa bilmadim. Har
har bittasi ishlab beradi. Men maslahat beraman 5 minutli tayfremdan yuqorida ishlatishinglarni. Sizlarga zona kamroq beradi, lekin aktiv, zo'r, ishonchli zonalarni taqdim etadi. Hop, kichkina tayfrem 1 minutli tayfremga o'tganimizda biroz shum bo'ladi. Bitta xato. Roq tayfremda ishlatishga maslahat beraman, lekin 5 minutli tayfremda, masalan, skalpchilar uchun bo'lsa, ishlatishingiz mumkin. Mana real bozorda o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Ishlab beryapti. Qo'shimcha o'zlaringning bir strategiyalaringni qo'shib mix qilib ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, agar aktivni yorib yuborsanglar, ya'ni aktivni bomba qilsanglar, keyingi darslarimizni Xudo xohlasa sizlarga, ya'ni indikator emas, strategiya o'rgatamiz. Har bitta razворотni bundan bilib beradigan sizlarga strategiyani o'rgatamiz. Hozirgi ham bundan oldingilari ham, bundan keyingilari ham mana baydagi sizlarga har bitta razворотlar shu zonalardan o'rganishlar mumkin. Har bitta shuni strategiya holatda sizlarga taqdim etamiz. Aktiv va yorug'liklar bizni Zero Scalp YouTube kanalimizga va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bepul signallardan foydalaninglar. Strategiya va indikatorlardan bepul foydalaning. Hech narsa talab qilinmaydi, shunchaki bizni kuzatishda. Sizlar bilan Zero Scalp aktivni ko'ramiz, aktivni yorib yuborsanglar, strategiyani beramiz va bundan-da yana ham ideal ishlaydigan strategiya va indikatorlarni sizlarga beramiz. Buning uchun bu strategiyalar har bittasi 95-100% ishlab berishiga biz o'zimiz garantiya beramiz. Hech qayerda menimcha hech qaysi trader 95-100% menimcha taqdim eta olmaydi. Yana bilmadim, balkim bo'lsa bor. Kuzatishda davom etinglar. Zero Scalp